Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlarim, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun bir chiroyli bisitkamizni ustanovka qilib oldik. Mana ko'rishlaringiz mumkin, o'ta chiroyli, o'ta ideal holatda chiqdi bisitkamiz ham. Xudo xohlasa kunlari isib, mana bemalol tashqarilarda o'tiradigan havolar bo'lib qoldi. Kimga mana shunday chiroyli bisitka xizmatlari kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Xudo xohlasa O'zbekiston bo'ylab kelishilgan narxda chiroyli qilib ustanovka qilib berilaveradi. Hurmatli aka-ukalar, bu bisitkamizni materiallari, razmeri haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak, uzunligiga 8 metr, eniga 3,5 metrli holda bo'ldi. Bisitkamiz 2 xonali variantda, mana juda chiroyli, juda ideal holatda o'rnadi. Mana ko'rishlaringiz mumkin, hurmatli aka-ukalar. Bisitkamizni materiallari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak, bisitkamizni korobkasi, общий korobka 10 profilda bo'ldi, 2,5lik stenada 10 profilda bo'ldi. Ichidagi profillari 6 4, 10 profil 2,5lik stenada bo'ldi. Ichidagi profillariga kelsak, ichidagi profillari 6 4, 1,7 stenada bo'ldi. Listlar esa polniy 1,8lik listda bo'ldi. Mana lazerlar o'yilib, juda chiroyli holatda o'rnadi. Ichidagi poli, tepasidagi profnastilligacha qatirildi. Profnastillari o'sha 0,4 qalinlikda birinchi qavati faner, kraskalangan faner qo'yildi. Ikkinchi qavatiga o'sha falga yozildi. Uchinchi qavati profnastil qatirildi. Xudo xohlasa yozda hech qanaqa issiqni o'tkazmaydi. Xudo ancha issiqdan himoyalaydi. Ko'rishlaringiz mumkin. Pollariga kelsak, taglari, lagalari 10 5 profil bo'lgan. Pol taxtalari esa shponkali 3lik taxtadan qatirilgan. Xudo xohlasa juda chiroyli, juda ideal holatda bo'ldi. Bemalol tashqariga chiqib o'tiradigan holatda bo'ldi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, uzun tok, naves, bisitka, kazirok xizmatlari kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Bisitkamizni oldi holatini ham ko'rsatib o'tamiz. Xudo xohlasa hozir. Bisitkamiz oldi ko'rinishi mana bu tomondan bo'ldi. Chiroyli chiqdi bisitkamiz ham. Hurmatli aka-ukalar, bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud.